Oo. Bize endi shu yashashimiz kerak bular. Bunaqa boshqa qayerga qilib bismillah. Natga to'g'ri sherga qarab yuraverma xullas. To'g'ri yuraverman. Voy. Qog'oz. Voy hozir. Voy. Salom. Salom. Bo'lib ketdi. Ha, mayli yuring. Xullas men bu yerda juda ham yangi paydo bo'ldim. Qarasam pullarni kelayotgan ekan. Ha, men albatta paydo bo'ldim. Yuring mayli mening. Voy. Mening. Oho. Yuring. Haqdasan-da. O'zi bu yerlarga oldin kelganmisan? Yo'q, albatta hozir endi bu ana qishloq bo'ldimi? Qishloq? Ha? Yur borib kelaylik. Baxtimizga yaxshi bo'ldi-ku. Bu qishloq. Bu qishloqda Ana keling. To'xta. Hay. To'xta, men nima ishlamayman? Voy, kechirasiz. Oyog'im. Mayli yuring tezroq. Qani ketdik. Aytmaysiz nomni? Ha, Yoki boshqa Sanasi Miko. Miko. Süper. O çocuklar haram. Oo, tezroq kiraylik yuring. Voy. Hay. Ishmat. Sakamiz. Hay, nima qilyapsan bu yerda? Ha, biz shu qishloqqa kirmoqchi edik. Pullaring bormi ish qilib? Ha, bor. Mana. Va bu yerga qanaqa bo'lasiz? Rustam. Oy, bu neshinchi qishloq ekani bilasanmi o'zi? Yo'q. Bilmaymiz. Tepasiga yozib qo'yibdi, qaranglar. Birinchi qishloq. Birinchi qishloq. Qishloqqa kirish 3 ta izmut. Mayli. 3 ta Uchta izmut. marta mana sandqa solinglar. Ikkitang ham 3tadan solasanlar. Ikkitang 3ta bo'lmaydi. Mana bu bittasini soldim. Solinglarmi? Ha, soling. Ha, solik. Endi kiraveraylikmi? Ay, eshikdan kim? Nimaga qo'yibdi bu yerda? Yo'q. Ay, xayrli kun aytgan. Nimaga urasan buni? Ishmat, ho'p. Eslab qoling. Ishmat aka. Isminglarni yozdirib ko'rmaysanmi? Yozdirib ketmaysizlarmi? Mani ismim shu Miko. Meniki Velon. Ha, mayli, yaxshikan. Mayli, orqaga bor, kiraversang bo'ladi. Bu yerda uy topshirish uchun nima kerak bo'ladi deyman? Uy topshirish uchun mening yoniga borishingiz kerak bo'ladi. Meni yoniga borasizlar, keyin uy so'raysizlar, u sizlarga uy topishga yordam beradi. Aytgancha u qishlog'imizning eng ajoyib to'g'ri. Xo'p, mayli. Mayli. Ketdik. Yuni. Voy, juda qaytar ekan. Voy, juda qaytar. Voy, Nima qildi? Oo, sevgilar. Voy, kechirasan. Ay, zarar. Ko'ringlar bu yerda. Zarar menga. Mening yon oyoqda deb eshitganim. Eshitman, просто ketmayman. To'g'ri degizam. Hammani ishga bo'ldi. Kechda shuning uchun o'rniga Hech bo'lmagan. Oyoq qarama deb sherkandi. Ha, bu yerda super. Qishloqning eng zo'r va ajoyib meri deb yozilgan. U puling bo'lmasa kirmaydi. Mana kirma. Manda ham bor. Qadini yopib ko'raylik yana bitta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ay, hozir men bilan gaplashib nimaga oyog'im qichyapti. Sakrashingmi? Yo'q, bu xotinim edi-ku. Nima unaqa deb sakrayapsiz? Chuvoli bo'lib ketdi. Aytib Kutli chaqadi. Oyog'imda oyoq qolmadi. Ishdan keyin zo'rg'a yuribman. Nimaga keldinglar o'zi? Shu uy so'rab kelgandik ijaraga, ya'ni pulimiz bor. 3 ta izmut. Ijaraga olasizmi yoki sotib olasizmi? Sotib ola qolaylik. Sotib olsanglar arzonga tushadi. Qancha bor o'zi sizlarda? Bizda 13 ta izmut bor. Senda-chi? Menda 12 ta bor. Mayli. Hoy, 13 taga berasizmi? mayli. Temirxona o'tuvchini olmoqchiman, hozirgina o'tgan. Hozircha sizlarchi? Sen 13 ta to'lab olsanglar, do'sting 12 ta. Bitta uyda turasanlarmi yoki alohida turasanlarmi?
ikkimiz alohida turamizmi yoki Bilmasam, boshda alohida emas, birga turib turaylik. xo'p, mayli. Unda men pulimni bera qolay. Xo'p. Men sana pul sotib beraman. 13tasi bo'ldi. Uyni sotib oldim. Xo'p, menga endi pul shuncha etmasdi endi. Ishqilib qolganda to'laysanlarmi? Yana uxlatib ketib. Do'stimga mayli to'lashaman o'zim. Manda ham pul bor. Mayli, bersan. Mayli. Qayerdaga yuboramiz? Durman bilaman. To'layda ko'zaysa bordi. Bilmayman. Nima bo'ladi? Sakrab yurasan yana. To'g'ri chekit bek bo'ldi ichim. Yur. Bo'ldi. Yur. O xotin kirib qoldi. Qarindoshlarim Bo'lmadi. Mana bu ikkimizga to'yamiz. Qayerga olmasam endi. Men qo'z yetib kelaman. Olmishdami? Kerakmi? Maray Mamat aka, assalomu alaykum. Sizni ham tushunib chiqib oldimi? Ari chiqib olmaydi. Mana ariya chiqib urma meni. Qamayga javobbimi? Nimaga kelding o'zi? Assalom Shu desa, salom berdim. Shu desangiz bir qayerga bilmay ketmoqchi edim. Yo'q, menda pul bor, to'layman. Mayli. Qayerga olmayman. Yo'q. To'xtab turar ekanda. Nimalar? Olma olaylikmi? Yoki stik olaylikmi? Stek olsak bo'lmaydi? Kechga zo'r. Davomli stik olaman. 5 ta stek qancha? 5 ta stek qancha? 3 ta izmort. 3 ta izmort. Demak, 3 ta olamanda 6 ta beraman. Xo'p. Do'stim, sen 5 ta ol o'zingga. Xo'p. Pulni mana shu olgan savdolarga sarflayman. Xo'p, sanavaman. Aldayman. Men bittasini olib stekning. Hozir mana bu bo'ling. Mana Shu desangiz bizlar qishloqda yangimiz, xolos. Bizlar uyni oldik. mayli. Yana keltiraylik. Bo'lsa ochiq bo'lsalar kelaveringlar. Mana yerdan seni keltirib olish kerakmi? Ha, mayli. Mayli, xayr. Xayr. Mancha bu yermaning. Bu Огородim. Ke uyimga. Bu yermi? Ha. Pechi bor ekan. Uyini ta'minlashga ustun etmasang bo'ladi. Ke o'tir o'zroq. Xotiningni qo'lini ochdi-yu. Judayam. Nyam. Men to'ydim. Bitta karavotga. Nima qilasiz? Bizning undan keyin mening bir usulim bor, senga aytaman, xo'pmi? Men karavotni oldim, mana oldim. Endi sandiqda narsalar bor ekan. Oldim, mayli. Qara, sandiqda karavotni qo'ydim-da, hozir oldim. Endi sen ol. Bo'ldi. Oldingmi? Qana ko'rsat karavotni. Ana, endi maza qilib uxlaymiz-a. Shunga bir yerga qo'yaylik. Men boshimni O'zini uxlaymiz. Ketdik.